Ana bir qarashda chotki Nexia 1. Bu Nexia 2, 1.6. Shuni Nexia 1 qilingan variant. Shu bokovini ham Nexia 1dan qo'yib yuborganimizda yaxshi chiroyli chiqardi. Krilosiga поворотni qo'ydirish kerak. Ko'pchilik shu narsani tekshirgisi kelmaydi-da, o'z holicha qoldiradi. Bir qilgandan keyin o'zi qildiradigan odamlarga maslahat beraman, bir qilinglar. Krilosini ham tekshirtinglar, mana orqasi. Tak. Eng главный ish ichi ekan buni. Krastoy ekan. Maslahat beraman. Nexia 2 qildirganinglarda iloji boricha birinchi narsalarini yig'ib olinglar. Salonidan boshlaylar, torpedkasi, obshivkasi hammasini bir qilish uchun. Undan keyin olib Nexia 1 qilsanglar, saloni bilan qilsanglar, xudo xolasa, chotki, idealniy holatda chiqadi. Haqiqiy 1.6 motor bo'ladi. Yili ham yangi bo'ladi. 2015, 2016 bo'ladi. Nima deydi? O'sha Nexia 1 haydashni o'ylab yurgan bo'lsangiz, mana shunaqa variant qilib olsanglar, mana xudo xolasa chotki holatdagi Nexia 1 bo'ladi mana. Necha pul ketish qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib yuborsanglar, rasxodlari bilan, narsalari bilan yozib beraman sizlarga. Yoki bitta video qilib yuboramiz, полный doskoналniy.